Assalomu alaykum. Amirxon kanalining ashaddiy muxlislari, aka-ukalar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomobilimiz zudlik bilan sotiladi. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like tugmasini bosib qo'yamiz hamda obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, aka-ukalar. Ozroq ma'lumot berib o'tamiz mashinamiz to'g'risida. Qolgan ma'lumotlarni egasidan telefon qilib so'rab olaverasizlar, aka-ukalar. Yili 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Rusumi Labo. Yurgan holatlari 68.000 kilometr yurgan, aka-ukalar. Mana mashinani oldi holatlari. Mashinani xudo xohlasa aybi yo'q. Mashinaning gazini qo'yasizlar, benzinini qo'yasizlar, yuraveradi xudo xohlasa. Hozir mana orqa holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana orqasi. İçlarini ham ochib ko'rsataman. Mana aka-ukalar. Mana ichki holatlari. Mazza qilib olib mashinani ishlatsanglar bo'laveradi. Mana meva-cheva olib kelib sotsanglar ham. Xullas bir ro'zg'orni tebratadi, aka-ukalar. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumanida. Mana bu yoqdan ham ko'rishingiz mumkin. Hozir salonlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana aka-ukalar ichki holati mashinani. Bu yoqdan ko'rishingiz mumkin. Mana balon holatlari. Balonlari ham yaxshi, xudo xolasa. Mashinani olasizlar, gazini qo'yib minsanglar bo'laveradi. Ko'rishingiz mumkin, aka-ukalar. Endi qolgan ma'lumotni egasidan telefon qilib so'rab olaverasizlar. Telefonlarni aka-ukalar yozib qo'yaman. O'sha nomerga telefon qilib so'rab olaverasizlar egasidan. Narxlarini. Qanaqa savolinglar bo'lsa, telefon qilib so'raverasizlar. Mana mashinani holati. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, aka-ukalar. Bittadan like tugmasini bosib qo'yamiz.